Bir do'stga samimiy nasihat. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanni diqtinglarga Shayxul Islam Imom Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat degan risolasidan Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning qisqacha tarjimalini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonir rojim. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning qisqacha tarjima hali. Bismillahirrohmanirrohim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Men hech bir narsa uchun kun chiqqan, ömrüm azaygan, ama yaxshi amallarim ko'paymagan bir kun uchun hasratlanganimdek hasratlanib boqmadim. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning qisqacha tarjima hali. Uning ismi u imom, hafiz, mufassir, faqih, Shayxul Islam Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abu Bakr bo'lib, Ibn Qayyim degan ismi bilan mashhurdir. Tug'ilishi va o'qish hayoti. U Hijriya 691-yili Suriyadagi Damashqqa yaqin Zar kentida fazilatlik va ilmdor oilada dunyoga kelgan. U kichik vaqtida o'z davridagi olimlardan islomiy ilmlarni o'rganishga boshlagan. Hafiz Ibn Rajab rahimahulloh Zayil Tabaqatul Hanabila degan asrda uning ilmga bo'lgan ishtiyoqini tasvirlab, uning ilmga, kitoblarga, kitob nashr qilishga va yeziqchilikqa favqulodda kuchli ishtiyoqi bor edi degan. İbn Kathir rahimahulloh Al-Bidaya va Nihaya da u kitoblardan boshqalar erisholmaydigan ilmlarni qo'lga keltirgan. Shundaqla salaf va xalafning kitoblari haqida cho'nqur tushuncha hosil qilgan degan. Uning ustozlari u Shihab Nablusi, Qodi Taqiyuddin ibn Sulaymandan hadis, Qodi Badriddin ibn Jamaa, Shafiiddin al-Hindi, İsmail ibn Muhammad Harronidan fiqh va usul. Shundaqla dadasidan miros ilmini o'rgangan. Halbuki uning ustozlari orasida eng fazilatlisi Shayxul Islam Ibn Taymiyya bo'lib, Ibn Qayyim rahimahulloh uning huzurida 16 yil ilm tahsil qilgan. Hafiz Ibn Kathir rahimahulloh shundaq degan. U ilmning nurg'un sohalarida bo'libmi tafsir, hadis va usulda intayin katta saviyaga ulashgan. Shayx Taqiyuddin Ibn Taymiyya Hijriyaning 712-yili Misrdan qaytib kelganda Ibn Qayyim taki u, ya'ni Ibn Taymiyya vafot bo'lganga qadar uning yanida turib, uningdan nurg'un ilm o'rgangan va buningga o'zida aslida bor bo'lgan ilmlar qo'shilib, u ilmning nurg'un sohasida tangdoshsiz olimga aylangan. Uning axloqi va ibodati, uning nurg'un o'quvchilari va hamrohlari uning esil axloqiga va ibodatkorligiga shahid bo'lgan. Ibn Rajab rahimahulloh shundaq degan. U Alloh uningga rahmat qilg'ay, ibodatda, tahajjudda, namoz o'qishda va o'zini dinga bag'ishlashda sijil edi. U har vaqt Allohni zikr qiladi va Allohga to'liq kuchli muhabbati bor edi.
Shundaqla u Allohga tavba qilishga, Allohga tuvanchilik va bequvulluq ilkida qulchilik qilishga hirismand edi. U o'zini Allohga bo'lgan itoat va qulchilikning bo'sog'isiga tashlaydi. Darvaqa men bu jihatda uningga o'xshaydigan birini ko'rib boqmadim. Ibn Kathir rahimahulloh shunday degan. U har vaqt tuvanchilik bilan Rabbiga ilinatdi. Qiroati va axloqi go'zal edi. U to'liq mehr muhabbatli kishi edi. Hech bir musulmonga hasad va o'chmanlik qilmaydi. Ularga ziyon yetkazishni yoki ulardan qusur izlashni o'ylamaydi. Men uningga eng ko'p hamroh bo'lgan va u eng yaxshi ko'radigan kishilardan biri edim. Men bu davrda dunyoda uningdan ibodatkorroq biri borligini bilmayman. U namazning ruku sajdalarini uzatib, namozni intayin uzun o'qiydi. Hamrohlari uning bu ishini tanqidlaydi. Ammo u ularga raddiya bermaydi. Ham bunday qilishni tark etmaydi. Alloh uningga rahmat qilgay. Uning o'quvchilari va asarlari. Uning eng ko'zga ko'ringan o'quvchilaridan Ibn Kathir Hijriya 774-yil vafot bo'lgan. Zahabi Hijriya 748-yili vafot bo'lgan. Ibn Rajab Hijriya 751-yil vafot bo'lgan. Ibn Abdul Hadi Hijriya 744-yili vafot bo'lgan. Shundaqla o'zining ikki o'g'li Ibrohim va Sharafuddin Abdulloh qatorliqlar edi. Imom Ibn Qayyim 60 dan ko'proq asar yozgan. Uning kitob asarlari qalbga ta'sir qilishchanligi, to'g'riligi, dalilining kuchlikligi va izlanishining chunqurligi bilan xarakterlandi. Uning fiqh va usul sohasidagi asarlari, hadis va sirat sohasidagi asarlari, aqida sohasidagi asarlari, axloq va poklanishga aloqador asarlari, Qur'on ilmlariga aloqador asarlari, til va boshqa sohadagi asarlardan nurg'unlari bordir. Olimlarning Imom Ibn Qayyim to'g'risidagi so'zlari. Ibn Rajab rahimahulloh shunday degan. U tafsir va dinning asoslari jihatda chunqur ilmga ega bo'lib, bu ikkisida eng ustun darajaga chiqqan edi. Shundaqla u hadis sohasida, ya'ni hadislarni va ularning inchki nuqtalarini tushunish va hadislardan hukm olish jihatlarida eng ustun saviyada edi. Shuningdek, u fiqh, usuli fiqh va arab tili jihatida ashundaq darajada edi. Shuning bilan birga mushu sahalarga nurg'un to'hfa qo'shgan. Shundaqla u yana stilistika, grammatika qatorliq sohalardami chunqur ilmga ega edi. Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh Durarul Kamina da shunday degan. U jasur ruhga, shundaqla keng va atrofli bilimga ega edi. U ulamolarning ko'z qarshidagi o'xshamasliklar va salafning yo'llari haqida chunqur bilimga ega edi. Ibn Hajar rahimahulloh Ar-Raddul Wafirda yana shunday degan. Agar Shayx Taqiyuddin, ya'ni Ibn Taymiyaning Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyadak nurg'un kitoblarni yozgan, kitoblaridan qo'llig'ichilarimi, dushmanlarimi manfaatlangan bir o'quvchisi bo'lishdan boshqa fazilati bo'lmagan bo'lsa edi, bu Ibn Taymiyaning katta maqomini gavdalantirish uchun yetarli dalil bo'lgan bo'ladi. Hafiz Ibn Nasir Damashqiy rahimahulloh Ar-Raddul Wafir 69-betda shunday degan.
U dinda bo'libmi tafsir va usulda chunqur ilmga ega edi. U yana shundaq degan. Abu Bakr Muhammad ibn Muhib shundaq degan. Men ustozimiz Shayx Al-Mizzining huzurida Ibn Qayyim Ibn Huzayma bilan o'xshash saviyadimidi deb so'ragan edim. U Ibn Huzayma o'z davrida qandoq darajada bo'lgan bo'lsa, Ibn Qayyimmu o'z davrida ashundaq darajada edi dedi. İmam Suyuti Bughiyatul Viyat 62-birda shundaq degan. Uning kitoblarining tangdishi yo'q. U ilmda tirishchanlik ko'rsatib, tafsir, hadis, Qur'on, sunnat, furu va arab tili sohalarida imomga aylangan. Uning vafoti. İmam İbn Qayyim rahimahulloh Hijriyaning 751-yili Rajab oyining 13-kechasi 60 yoshida vafot bo'lgan. Allah subhanahu va taala uni o'z rahmatiga cho'mildirgay.